Assalomu alaykum. Azizlar, mehribonlar, aziz obunachilar, yaxshimisizlar? Sog'liginglar yaxshimi? Oilalar tinchmi? Xonadoninglar obod bo'lsin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Saodatxon qizi kanaliga xush kelibsizlar. Bugun jinday hovliga qarab o'tlarni boshqalarni yurib sargullarni nimaga keltiray deb turib jinday joyni tozalagan yerimda esimga tushib ketdi. Jinday rolik qilay, anchadan beri rolik qilmabman, video olmabman deb sizlarga shu oxirida ko'rsatib qo'yay deb rolik tayyorladim. Xush kelibsizlar. Ko'rib fikr mulohazalaringlarni aytib borasizlar. Hamisha sog' bo'linglar. Mana bu meni shu gullarimni tugatib yubordim. Yangi gul ekmadim. Mana bu globuslarimni, rezentalarni yangi o'tkazdim. Narigi orqa tarafdan olib o'tib, shu yerga gullarim mana qolmadi. Chunki bu yoqqa ekkan gullarimni oyog'im to'yib ketdi dedi. Urinib ketdim. Mana bu yoqqa egardim rayhonlarimni, gullarimni, betlarni bunaqa qilib usta chaqirib, mashina qilib tekislarni yo'lak qildirdim oxirigacha, orqagacha. Shunaqa qilib, mana qilib turib bog'lar to'lg'izib o'rtaga gul ekaman dedim. Vaqt o'tib ketdi shu bilan. Ekkan gullarim ham qurigani quridi. Ko'chirganimcha ko'chirib oldim. Bu yog'ini bu yoqqacha qilib devorgacha shunaqa qilib nima qildim. Bittasi orqadan rezentemani globus bittasini ko'chirdim. Mana bu o'zimni tuvak gullarim. Mana bu singan shoxchalarni suvga solib qo'ydim. Yana tomirlarni ekib qo'yaman. Bular shu gullarim, mana bular ham singan shoxlarni ekib kuylatib, tomirlatib qo'yapman. Endi ularni ekib qo'yaman. O'zimda bor gulni shunaqa qilib ekib qo'yapman. Mana bularda esinglarda bo'lsa, mana bu gvozdika, mana bu kipastrumlarni yaqinda topib olib, podvaldan topib oldim. Ashi meni gullarim bor edi. Piyozi bor. Qizim topib bering, sizga berganman, ehtiyot qilib qo'ying dedim. Desam, kelinim, voy onajon, menga bermagansiz deb topib berarmidi. Mana bu yoqlarga ham shu devorgacha shunaqa qilib yaqinda topib olib, shu yozni chillasi deydi shekilli. Mana bolam, nevaram o'ynab, mana qilib futbol o'ynab sindiribdi buni. Buni yaqinda ko'hlagan narsani mana shunaqa qilib ekib oldim. Bu asli podvaldan topgan gulim. Endi piyozini ko'chirib qo'yaman endi bularni turakka. Mana xlorofitum, bular qalanxo'yi, aloy, kaktuslar, har xil kaktuschalar. Mana bu chaqimchi gulim. Mana bular endi ko'p gullarimni sovg'a qilib berdim. O'zim eplolmasam. Mana singanlarini ham mana qilib ekib tashlayman. Nimaga? Mana bakini ham ekib qo'yganman. Shunaqa qilib tomirlatib kichkina tuvakchalarga ekib qo'yaman.
Astra. Mana bu Esterelyusni globus bo'lib nima manzara beradigan suv yo'q, mana shunaqa qurib yotibdi. Mana bular Astralar ham qurib yotibdi. Mana bu yoqlarda yuvib tashlayman. Hamon bu yoqqa suv chiqmaydi. Umuman sug'ora olmayapman. Shuning uchun bularni olib tashlayman. Shuning uchun oxirida ko'rsatib qo'yay deb. Mana bular urug'lab yotibdi. Gullarim qora qizil, och pishdi, to'q pishdi, oq, sariq ochilgan edi. Rosa chaman ochilgandi, ko'rsatgandim agar esinglarda bo'lsa. Nima? Endi ularni olib tashlayman, bahorda urug'idan ekaman, yana boshqa joyga, yumshoqroq yerlarga. Shunaqa, bu olmalarim ham mana katta ko'chat bo'lib qoldi. Mana endi kuzda ekaman mana bu olmalarni. Mana bu gullarim ham ochilib yotibdi. Hammasini boshqa joyga ko'chiraman. Bu anorlar. Shunaqa gaplar. Mana bular nima Astralardi. Nimasi? Bular juda chiroyli. Mana shularni ranglari chiroyli. Menga yoqadi. Mana suv yo'q bo'lsa shunaqa qurib ketar ekan, hamma yo'q. Mana bular mana shularga bu ariqdan kiradi bunga. Bu ham yaqinda ochdi-yu. Shu chilladan keyin ochildi bu suvlar ham bu yoqqa. Endi bu yoqda mana bu yerda motor bor edi. Mana undan motorda sug'orardi. Bu tepada bu yoq. Bu yoqqa chiqmaydi ariqdan. Endi hozir motorda ham buzildi. Suv chiqmay qoldi. Tok yetishtirolmayapmiz. Shuning uchun mana bu juda chiroyli bo'ladi mana. Esterelyusni manzara gulda juda chiroyli bo'ladi suv bo'lsa, qaranglar mana hali xlorofitimga o'xshab oq zangori bo'lib juda chiroyli turadi. Lekin suv yo'q bo'lsa juda xunuk turadi. Shunaqa. Bu daraxtlar, olmalar. Mana bu ham anor. Mana anorlarimiz rosa qildi, Xudoga shukr. Yeganimizcha yeyapmiz. Pishgan yeymiz. Chunki bu turmaydi qishga. O'zib yeb turaveramiz. Olmalar qilib to'kib bo'ldi. Terib bo'ldik. Olmalarni. Terib bo'ldik. Yashillarga terib qo'ydik. Qolmadi hammasi bu yog'i olma. Uzumlar ham tugadi. Shunaqa gaplar. Mana bergan mana globusdan rezentemadan ekib qo'ydim. Endi ko'klab ketsa kerak, chunki kuzda ekkanman hammasini shunaqa kichkina ekandim, shuncha globus bo'lib ko'kartirdim u. Endi buni mana shunday bo'yicha ekib qo'ydim. Mana shunaqa gaplar. Mana gul ekilmadi shunday qilib. Mana shularni urug'latgan edim, mana adashdim nima. Shoxlarni tomirlatgani ekib qo'ydim ularni. Kichkina bagidan, singan joylardan ekib qo'ydim. Mana bu katkishchalarim. Mana bu aglavami. Shunaqa. Mana bu ham juda chiroyli ochiladi. Mana bu nima arab atirguli deymiz u. Mana gullab qolgan edi, rosa gullayotdi. Eshikda qolmasin deb ko'chiribman. Toshliq joyda edi. Ko'chirib ekuvdim, sal so'lishib turibdi. Endi bugun dorilayman. Bu mana bu deneshni deravatidimi shunaqa. Mana pulda daraxti ham deyishadi. Bu ham geran, katkishchalar.
shunaqa. Mana bu ham geranim. Kaktuslar. Mana bu yerda tozalayotgandim. Endi tozalashni boshlab turib, hammasini tozalab yurib ko'rsatib bir rolik qilib olay dedim-da. Aytam olma bor, buni ham ko'chirib olamiz. Bu yerda endi mana shu 3ta mana bu nima shildiraqdi gul deydi mahalliy tilda. Shu gullar bor, o katta. Qolgani bari mayda gullar. Yana eksa bo'laveradi qolganlar. Mana bu yerda bo'lsa, mana bu kaktusim bor. Devorda tagida. Bular da katta bo'lib ketdi. Mana bular shunaqa baraka uzumni orqasida devorda tagida turibdi. Mana shunaqa gullar, chiroyli juda kaktuslarim. Mana shunaqa. Mana bu menga bu yerda ekmadim-da, ko'p ekardim, rosa ko'p ekardim bundan. Bu yil sog'lig'im sabab gullarga uncha e'tibor berolmadim ham. Qurilish qilamiz dedik. Lekin qurilish ham qilolmadik, faqat mana shu yo'lakchalarda. Mana shu yo'lakchalarda qilib oxirigacha. Bu bitta yo'l bo'lsa, mana bu narigi tarafdagi bu ham oxirigacha ikkita yo'lak bo'ldi. Ikki yog'i shu gul ekadigan joy bo'ldi-da. Shunaqa gaplar. Mana bu yerda bir patirgulim ekib qo'ydim. Boshqa gul yo'q mana. Bu yoqda narigi chekkasiga nimani ekib qo'ydim. Globus. Prezentiyman. Mana bu haligi doim aytadigan anorgulim. Mana bu rayhonlarim. Mashigina qoldi. Shuni zo'rg'a ko'chirib shu yoqqa ekib oldim. Mana bular singanlarini ekib qo'yganman. Mana shuncha shoxlab yotibdi. Mana geranim. Mana bu milire bu yoqda. Atirgul milire bu yoqda. Mana bular geranlar shoxlab yotishibdi. Quriganlarini mana uzib olib qo'ydim. Mana bunaqa. U ham milire bu yoqda. Mana bu Pitunya, bu Astra, mana geran, yana geran, mana kalangoya, mana bu geran, shoxlarini shu bahonada tutab qo'ymasam esimdan chiqadi. Mana uni bosib qolyapti milire bu yoqda. Voy, mende qilib qo'yay. Qurib ketar ekanda bu bosib qolsa. Quritib qo'ymay yana. Mana sal olib qo'yay. Bu yoqqa. Mana bu ham nima? Geranlar. U yerda Astrani oqi, atirgullar. Yo'q, bu pul daraxti. Bu Pitunya. Mana bu geran, mana bu tarafda bu ham geran. Geranlarim shu. Bu geranlarim. Mana bu ham qurib qolay debdi. Mana bu atirgullarim mana ochilib bo'ldi. Qirqib. Mana bular bo'lib buncha qilyapti. Bu ham buncha qilyapti. Ochilib buncha qilyapti. Ochilib qo'ygan. Shunaqa.
Endi hali ancha ish ko'p. Mana bu yerda ham buncha. Shugina gulim qoldi. Xudo xolasa yana bo'ladi. Xudo xolasa. Rayhonlarni videoni qarang, juda yaxshi ko'raman. Juda ko'p ekardim, bir yil bo'lmadi. Mana orqa hovliga o'tdim. Bular jinkayib ochilib bo'lib qurib yotibdi. Bu olma, bu mana urug'layapti bular. Bir yil havo sovuq keldi. Ertalab kechqurun sovuq. Mana bu astralar yerda yumalab yotibdi. Bular globuslarim. Rezentima. Bular ochilib bo'lyapti. Bular endi g'uncha qilib ochilyapti. Shunaqa. Buyog'i ham rezentimalar. Bu atirgul. Bular mana bu ham Milireviyada. O'zi tagidan chiqqanlari bu ekmadim. Mana bular ochilyapti. Mana bu ham Milireviyada qizilidan. Shu oqidan, u yerdan. Shunaqa. Sariq. Mana bular. Mana bu ham sariq. Mana bu siyoh rang. Endi ochilyapti. Bu ham endi ochilyapti. Siyoh rang. Qizillari hali ochilgan yo'q. Mana bu qizil. Bu ham qizil. Mana bu dropim tez tushib ketdi. Shuni dorilayman deb doriga borsam, dori tugab qoldi. Endi dushanba kuni boraman. Xudo xolasa. Dushanba kuni boraman. Aziz obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar. E'tiboringlar uchun rahmat. Sizlardan fikr mulohazalar kutib qolaman. Yana video efirlarda suhbatlashguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohga omonat.